hammasi yaxshi. O'g'lingiz xudo xolasa yana 2-3 oydan keyin Hindistonga olib borib, yana bir tekshiruvlardan o'tkazamiz. Hindistonning o'zida ham 2-3 ta klinikalarga olib borib, unisini gapiga ishonmasdan bunisiga ham olib borib tekshirtirdik. Hamma doktor bir xil gapni aytdi. Shu qornida suvlari bor ekan, o'pkalarida suvlari bor ekan. Suvlarini oldirdik. Ancha yengil bo'ldi. Hozir 3 oygacha tabletkalarni ichib tursa, 3 oydan keyin yana boriladi, operatsiya qilinadi. Bu safar donorimizda ham ozgina muammo bo'lib qoldi. Bu ham yaxshilikka. Xudo xolasa mana qornilaridan suvlarni olgandan keyin, lecheniyadan keyin ancha Hindistonning o'zida o'zgarish bo'ldi. Yaxshi hozir xudo xolasa. Sizlar duoda bo'lib tursanglar, yaxshi bo'ladi. Balkim umrining oxirigacha shu jigari bilan yurishi ham mumkin. Doktorlarning gapi shu. Mehribonim onam, beazorim onam. Xursandmisiz xola? O'g'lingiz keldi bag'ringizga. Xursandsiz, a? Duo qiling. Sog' salomat o'g'lingiz bag'ringizga keldi. Sizni ham joningiz sog' bo'lsin, kasal bo'lmang. Bolani ham uzun bo'lsin, ularning vaqtini tinch omon yursin. Rohatlarini ko'rib yuring. Hammasi zo'r xudo xolasa. Assalomu alaykum azizlar. Hammalarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana ko'pchilik baribir yaxshi ekan. Shavkat do'stimizni harakatlari bilan qolaversa sizlarning shu menga bee'tibor bo'lmasdan shunchalik qilib jon kuydirib bir o'zlarining jigarlaringga e'tibor qilgandek qilganlaring uchun dardimizga shifo topib sog' salomat yurtimizga qaytdik. Hammalaringdan xursandman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ilohim yaxshi insonlarimizni safi kengaysin. Siz u bizni ham shu ihson qiluvchi bir saxiy insonlardan qilsin Allohim. Ilohim avvalambor hech bir banda kasal bo'lmasin. Chunki kasal bo'lganlar buni holatni yaxshi his qiladi. Hammalarga rahmat deyman. To'ylar bo'lsa, to'ylarga borib xizmat qilishlik bizga ham nasib qilsin ilohim. Azizlar, sizlardan bir narsa iltimos qilardimki, mana shu aziz opamiz ham haqqiga duo qilib qo'ysanglar. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, farzandlarni baxt kamolini ko'rsinlar. Shunchalik qilib meni shu O'zbekistondan olib Hindiston davlatiga olib borib, davolatda o'sha tepamda turib o'zlari begona yurtda o'zingizni ham yurtingiz yoningizda tursa, odam o'zini juda bir xotirjam his qilar ekanda. Rozi bo'lsin sizdan shunchalik qilib. Mana shunaqa ezgu ishlaringiz bardavom bo'lsin ilohim. Salomat bo'linglar. Dada, shu obunachilarimizda, shu bizga yordam qilgan barcha shu xalqimizga bir duo qilib qo'ysangiz. Amin, Parvardigor. Hamisha hammalari sog' salomat bo'lib, erishda hurmatli, e'tiborli bo'lib, ota-onalarning oldida ham eng yaxshi farzandlarim bo'lishi nasib qilsin Parvardigor. Hammalarga rahmat.